ishtirokchini topib oling. Seni Majnun hajringda to'lg'onaman, Layli misol vaslingda devonaman. O'zim bir bor qo'lingdan tutmay turib, yellar o'psa yuzingdan qizg'onaman. O'zim bir bor qo'lingdan tutmay turib, yellar o'psa yuzingdan qizg'onaman. Bravo, bravo, bravo. Qirolichamiz. Qirolicham ko'chaga chiq deydi-ku. Bugun qirolichamiz taxtlarida o'tiradilar sahnada. Biz esa topishga harakat qilamiz. Hurmatli hakamlarimiz, hay'atlari. Qo'shig'i avtor o'zlari menimcha. Bu qo'shiqni o'zlari ijro etganlarmi yo'qmi? Xullas bizani Yo'q, o'zlari yo'q, ijro bo'ldi, qilmagan bo'ldi, ekanlar. tushundik, yolg'onligini ham bildik. Bu o'tkazib qo'yishinglardan va umuman katta e'tiborligidan qaraganda men uzr so'rayman. Bu qizimiz ko'zlar ko'radi. Ha. Ko'radi? Bu ham Birinchi yolg'on hozir. Nimaga yolg'on ko'radi? Mana oldimga kelib bemalol turibdi. Demak, bu o'zi nima uchun so'raganim, mana shu qizni avtor sayyorami, Surayyo degan Surayyo. qizimiz, Sayyora degan qiz deb o'yladik. bizani hayolimizga Surayyo keldi. Surayyo. Surayyo qaysi birlari? Surayyo. O'sha qo'shig'i aytgan o'zi avtor. Menimcha bu Zo'r qo'shuvlari bor-u, nima edi? O'sha. Men rosa eshitib yig'layman shu Surayyo qo'shiqni. Qosimova haqida Qosimova, gapiryapsizlar. o'sha- Juda zo'r, go'zal qo'shiqchi, ovozlari Men ham zo'r. juda yaxshi ko'raman. hozir o'zi hozirgi ham qo'shiqni zo'r. ham o'zlari Ovozmisan, aytmaganmi? ovoz nima? Yo'q, Nima, u qizni hammamiz yaxshi masturbatdilar. ko'ramiz. Faqat o'sha qizmikin faqat bu yog'i borda. U hozirgi qo'shiqni o'zlari aytmaganmi mabodo? Yo'q deyaptilar. Demak, birinchi variantimiz bor, yana. Keyin boyagi Nogahani nay. Komila Lolo degan qiz, Komila Lolo degan qizimizni ham o'xshatdik. Aha, Voyaga. mana va nihoyat aka, sekin-sekin to'g'ri yo'nalishga ketyapmiz. Taxminlar endi Turmushga jiddiylashdi. chiqqanmilar? Ha, senda xayolim jonim. Bular nega o'tistirib qo'ydinglar? Go'zal damlar. Chunki obrazlari shunaqa. Obrazdan chiqsinlar iltimos. Nega, Sasha aka? Yonidagilar ketdi-ku, hamma ketdi, dekoratsiyani olib tashlanglar endi. Yo'q, o'tiravering. O'tiravering. Siz malikasiz bugun. Aka, xo'p desanglar. Insoniylik sifatida bitta narsani aytaman. Necha yutdik? 2,5. 2,5 millionni olmaymiz, lekin hammamiz bir ovozdan Surayyo, lanay, voy sevaman shu. O'sha qiz bo'lsa. Shunda to'xtaymiz. Shu qiz bo'lsa pul olmaymiz. Rozimisizlar? Ha. Rozimisan sen? Ha. O'g'il bola gap Rozimisiz? bo'ldi.
Biza shu to'xtamda to'xtab, lekin pulni olmaymiz. Mard bo'linglar. Agar u bo'lmasa-chi? Agar u bo'lmasa, lafzimiz halol qoladi. yo'q. Agar u bo'lmasa ham, demak u qiz olib ketadi. Ha, shunaqa bo'ladi, o'zi Bo'ladi, qoidasi bo'yicha. Ha. Agar u qiz o'sha Agar qizimiz Surayoxon bo'lsalar, biza pulni olmaymiz. Bo'ldi. Oching. Surayyo Qosimova demak. Nogah jonim qo'shig'i. yondan va sevaman shu qo'shiqni. To'g'rimi Buncha Zuhra? arzon bo'ldi, arzanda jonim. Davay. Mard bo'linglar, shu qiz lekin Sashaka rozi bo'ling. Rozimiz, o'g'il bola gap. Bo'ldi, ana erkechik qo'l tashing biratan. Sog' bo'ling. Tamam, oxirgi javob demak Surayyo Qosimova. Tamam, qabul qildik va biz maskani yechamiz. Demak, samandarsiz kuzatib qo'yishingiz mumkin. Malikamizni. Marhamat. lekin molodets, yaxshi o'ynab berdilar. Shu yerda yechamizmi? Mana shu yerda. Mardona Qiynamaymiz. bor, ha? Shu yerda. Qizimizni qiynamaymiz. 5 ketdim. Hozir zo'r o'ynab berdilar. Olqishlab turamiz. So'nggi ishtirokchimiz. Nohaq Kim ekan azoblardan ko'rsatuvini ko'radi. malikasi. Chiroyligimiz. Bravo. Bravo. Molodets. Mikrofonni ishtirokchimizga beraman. Ikki og'iz o'zlarini gaplarini eshitaylik. Surayyo, qiynalmadingizmi? Assalomu alaykum. Men o'zi bularga aytgandim. Mani jonim muxlisizman. Bunaqa taxtda olib chiqsanglar, bunaqa anaqalarda olib chiqsanglar, to'chini men tanib qolishadi degan edim. Yo'q. Bular meni gapimga kirishmadi-da. Men o'zim uchun o'zim rejissyorman aslida. Surayyo. Qoyil. Qarsanglar bo'lsin. Bravo. Gap yo'q. Surayyo qizim. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Surayyo Va qizim. alaykum assalom. O'tgan safar bir qaysidir bir sonida yana bitta qiz chiqdi. Xuddi shunaqa olib yurishdi. Biza o'tirdikda sizni ismingizni aytdik o'shanda ham. Boshqa odam bo'lib chiqdi. Hozir ham ikkilandik, lekin biz kelishib, hakamlar kelishib, agar Surayyo bo'lsa, mana shu yutgan narsamizni ham Surayyoga beramiz. Surayyoga o'tkazib Buni nima uchun? Chiroyli qo'shiqlaringiz uchun sizga. Rahmat. Surayyo yutdilar. Tashakkur. Yaxshi, bundoq qilamiz. Unda Surayyo ham mard qizda. Bu pulni shundoq olib ketavermaydi. O'qti. Ha. Opajonim Dilfuza opam yaxshi ko'rgan o'sha arzanda jonimni ozgina xirgoyi qilib Aytbersinlar. Ozgina jon. Marhamat. Yo'q, men bugun qo'shig'i aytaman, lekin men yutqizdim, pulni olmayman. Yo, olasiz. Pulni men xudo xolasa sizlar yaxshi kun qilganinglarda, yaxshi to'ylar qilganinglarda borib sizlar. Yo'q. Bizda lavz halol, lavzimiz halol. Samandar. Molodets. Hamma o'zi bilan o'zavora, nokaslar qo'lida ishonch nechora. Bir umr qumsagan mehrga zorim, buncha arzon bo'lding arzanda jonim, yorimga ayladim jonimni fido, nagah kelib dedi xayr alvido, bemahzo bo'lgan abrunay sonim, buncha arzon bo'lding arzanda jonim. Bravo. Ofarin. Rahmat. Sizga rahmat. Kelganingiz uchun Super rahmat. ishtirok. Surayyoxonni kuzatib qo'yamiz. Juda chiroyli ishtirok bo'ldi. Surayyo Qosimovaga olqishlar yana bir bora. Tashakkur. Bravo. Hay'at a'zolariga ham minnatdorlik bildiramiz, chunki bu chiqish o'zi o'zgacha bo'ldi. Bu yerga kelganliklarini o'zi bizga yoqimli, shunday ekan ularga ham, hay'at a'zolariga ham rahmat aytamiz.